O'kini Instagramda hammani aldab tashyapsizlar, qimmat narxdan tilla olib qolaman deb. Aka, nimaga unaqa deyapsiz? Tushunmadim. Yo'q, mana qo'yavering siz. Kilosini nechi puldan olasiz tillani? Kilosini? Ha, men hozir просто menda kameraga overing mashina. Nechi puldan olasiz o'zi? Qayerdan u kilo tillalar? Kilo olib tilla uyda yotibdi-da, aka, o'shaning uchun. Olib keldim mashina hozir. Narxlatib ko'ring, yaxshi bo'lsa olib qolaman. Bo'ldi, aka. Tak, 585 Pro ekan. Bu ham xuddi shunaqa. Vesini ko'raylik-chi. Ko'ring, aka. 357. Taroz aldamaydi-ku. Yo'q, aka, tarozi точно. Xolasangiz mana bunaqa giramiz bor. O'shani ham ko'rsatib o'taman-da sizga. Rovno 500 gram chiqadigan gir, aka. Bo'ldi, ishondim. Tarozimiz halol. Xo'p, toshlar bor. Toshlariga endi kichkina ekan, 01 toshlariga ketadi. Gram bugungi kunda 910 mingdan olamiz, aka. 3 million 157 ming so'm bo'lyapti. Qo'shing, Instagramda hammaga qo'shasizlar-ku. Xo'p bo'ladi. 3 million 200 ming so'm maksimum qilib bera olamiz. To'g'ri keladimi? Bo'ladi, aka, mayli. Hozir pul sanaveraman, aka. Xo'p, aka, san. Xo'p, aka, mana 3 million, 2 million, 1 million, 3 million va 200 ming so'm. 3 million 200 ming so'm. Rozi bo'ling. Roziman, aka. Endi boyman.